Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz, aziz mehmonlarimiz va kuzatuvchilarimiz. Bugun biz sizlar bilan ajoyib mazali qish uchun tayyorgarlik qilib karam tuzlaymiz. Ya'ni oddiy rus karamidan chimchi tayyorlaymiz. Albatta kerakli mahsulotlarni qanchaligini video ostida ham yozib qoldiraman. Men 6 kiloga yaqin ikkita karam ishlatdim. 150 gramcha chesnok va 2 bog' ukrop yuvib oldim va mana shunaqa katta qopqoqli plastmassa idish kerak bo'ladi. Mana endi bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Karamni bitta postini, ya'ni ikkita yaprog'ini olib tashlayman va yaxshilab yuvib oldik. Karamni mana 2 ga bo'lamiz. Keyin yana yarim pallasini yana 3 ga bo'lamiz. Keyingi pallasini ham 3 ga bo'lib, qisqasi bitta karamni 6 bo'lakka bo'lib oldim. Bu ishlatgan sabzavotlarimdan menga 1,5 ta karam ishlatdim, yarmisi qoldi. Bu yarmisidan yana boshqa video qilib yana kimchi tayyorladim. Uni ham alohida video qilib chiqazaman. Ana endi bo'lib olgan karamlarimizni mana shu idishimizga yaxshilab zichlab joylashtiramiz. Orasiga ukroplardan solamiz, chesnoklardan solamiz. Xohlasanglar ukrop qurug'ini ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu ozgina idishim menga kamlik qildi, kichkinalik qildi. 1,5 ta karam ketdi. Hammasi bilan shu 6 kiloga yaqin karam ishlatgan bo'lsam, 5 kilo 300 gram karamli ketdi. Mana aytganimdek, mana shu 2 bo'lak karam qoldi va 50 gramcha chesnok va 1 bog' ukrop ortib qoldi va boshqa karam tuzladim. Ana endi taxlab olgan karamimizga suv solamiz. Albatta suv ham karami ko'p kamligiga qarab solinadi. Men 6 litr suv ishlatdim. Birinchi 4 litr suv ishlatib solib ko'rdim, yetmadi, yana 2 litr qo'shdim. 6 litr suvga 7-8 osh qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtirib, mana suvlarni yaxshilab sovib oldim. Albatta bu suv sovuq suv bo'lmasin, xona haroratli suv bo'lsin. Albatta suvni aralashtirib, tuz bilan aralashtirgandan ozgina tatib ko'ringlar, sho'rroq bo'lishi kerak suv. Mana suvni solib oldik. Karamlar hammasi suvga kirib turish kerak bo'ladi. Suvni kam solib qo'ymanglar. Hozir tuzli suvda karam turadi, yaxshilab bosiladi, ozginadan keyin cho'kib qoladi, karamlar suvga kiradi. Ana endi ustiga talinka yopdim, mana ko'rganingizdek qopqog'ini yopib, og'irroq narsa bostirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana hamma karamlar suvning ichiga kirib turish kerak bo'ladi. Agar karamiz tezroq tayyor bo'lishini xohlasanglar, qo'l kuymaydiganroq suv ishlatishingiz mumkin. Tezroq tayyor bo'ladi. Mana endi karamga suriladigan zbirovoyni tayyorlab olamiz. 1,5 kiloga yaqin qizil bolgarskiy tozalab oldim va 2-3 ta dunganskiy o'rtacha achchiqlidagi garimdori va shunaqa 4 ta, 5 ta, 6 ta achchiq garimdordan qo'shdim. Mana ko'rdinglar, yashil joyini olib tashlab, misorovkadan hammasini chiqazib olamiz. Bizning uyda achchiq yaxshi ko'radiganlar bo'lgani uchun ko'proq achchiq, ya'ni garimdori qo'shdim. Sizlar albatta achchig'i tatishinglarga qarab, yeyishinglarga qarab garimdorni solasizlar. Mana oradan 5-6 kun o'tdi. Albatta uzr esimdan chiqdi. 5-6 kunga men birinchi kuni oshxona, ya'ni yozgi oshxonamga qo'yib qo'ydim hovliga. Keyin suv tushib ketgandan keyin qishki oshxonamga olib kirdim. Iliqroq komnatli havoda 5-6 kun karamni mana shu bostirib qo'yib qo'ydim. Sekin-asta 2-3 kun o'tgandan keyin sal karam hidlari chiqib, chimchini hidi kela boshladi. Mana oradan 5-6 kun o'tdi. Suvlari ham mana sal o'zgardi, sarg'aydi, hidi ham chiqdi. Sekin olib yeb ko'ramiz. Yeganimizda mana shunaqa o'zakli joyda yesangiz yumshoqroq bo'lib, yeyishli bo'lib turadi o'zi. Shunda karamimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Ana endi karamlarni hammasini olib ora-orasiga zberovoylardan suramiz. Aziz obunachilarim, mehmonlarim, sizlarga eslatib o'tib ketmoqchi edim. Karamni qancha vaqtda tayyor bo'lishi soladigan suylarning issiq sovuqligiga qarab tayyor bo'ladi. Agar issiqroq suv solsanglar, tezroq tayyor bo'ladi va issiqroq joyda tursa albatta. Sovuqroq joyda tursa, sovuqroq, iliqroq suv solsanglar, sal uzoqroq vaqtda tayyor bo'ladi. Shunga qarab vaqti belgilanadi. Meniki 5-6 kunda tayyor bo'ldi. Mana hammasiga zberovoylarni surib oldik. Ana endi o'zini qolgan suvini 2-3 ta kosa ustiga solib, ozgina bostirib qo'yamiz. Sal namlik holatini saqlab turish uchun. Keyin muzliroq joyga 2-3 soatga qo'yib qo'yamiz. Keyin bemalol 2-3 soatdan keyin olib iste'mol qilishimiz mumkin. Mani karam achchiqqina, sho'rtekkina bo'lib chiqdi. Agar sizlar sho'r bo'lishini xohlamasanglar, o'zini suvini solmaysizlar, boshqa oddiy toza suv solib qo'yasizlar. Bu chimchi salatini plastmassa idishga tayyorlashingizga maslahat beraman. Sirli idishga yechib qo'yish mumkin tuzli suv. Va bu chimchi salatini hovlida ustiga bir narsa yopib, muzli joyda, podvalda ham saqlashingizga maslahat beraman. Chunki xaridiniga qo'ysanglar, boshqa narsaga sal hidi o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Mana mazali achchiqqina quyuq ovqatlar bilan, ayniqsa o'zbek taomlari bo'lmish oshpalov bilan birga qo'shib iste'mol qilsa mazza bo'ladigan chimchi tayyor. Va albatta bu retseptni ulashganlar uchun Madina Universal oshxonasi kanaliga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Aziz obunachilarim, sizlarga video retseptim yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling, do'stlaringizga ham ulashing. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.